Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimiz bugun 19-si. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida shunday marhamat qiladilar. Imom Tabaroniydan bu hadis: "Addibu avladakum ala thalathi hisalin. Hubbi nabiyyikum va hubbi ali baytihi va tilawatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillahi yawma la dhilla illa dhillu." Biz farzandlarni aqliy tarbiyasi xususida dars olib borayotgandik. Bugun inshaalloh ana shu darsning 3-si. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bolalaringizni 3 xislatga odatlantiringlar. Nabiyingizni yaxshi ko'rishlikka, uning oilasini, a'zolarini, oilasini yaxshi ko'rishlikka va Qur'on tilovatiga. Zero Qur'onning ko'taruvchisi hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning arshini soyasida bo'ladi." Bu hadis musulmon ota uchun, musulmon ona uchun tarbiya programmasi, tarbiya manhaji. Qaysi ota, qaysi ona mana shu narsaga muvofiq bo'lsa, bolasini to'g'ri tarbiya qilibdi va bolasini tarbiya qilibdi. Chunki farzandlarning qalbida albatta nimagadir bo'lgan muhabbat bor, nimagadir nisbatan bo'lgan karohiyat bor. Farzandlar nimanidir yaxshi ko'radi, nimanidir yomon ko'radi. Agar yaxshi ko'radigan narsasi shariatda ko'rsatilgandek bo'lsa, yomon ko'rgan narsasi ham shariatda ko'rsatilgandek bo'ladigan bo'lsa, bu farzanddan umid qilinadi. Birinchi navbatda farzandlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishligi kerak. Chunki bitta odamni yaxshi ko'rish mumkin bo'lsa dunyoda, u ham bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki siz yaxshi ko'rgan otangiz, onangiz, farzandingiz albatta bular qiyomat kunida sizdan yuz o'giradi. Dunyoda sizga bir mehrini berib, umriniz, yoshligini yoki sog'ligini sarf qilib xizmatingizda turgan ota-ona ham qiyomat kuni borganda sizdan qochadi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. U shunday bir kunki, kishi o'zini aka-ukasidan, onasidan, otasidan, do'sti, ayolidan, farzandlaridan voz kechadigan kun. Faqatgina shu kunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizning jonimizga oro kiradi. Qur'on tilovatidek bolani bo'sh vaqtini egallaydigan chiroyli narsa yo'q. Agar farzand Qur'on tilovatiga muhabbat qo'ysa, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lsa, bo'sh vaqti qolmaydi. Bo'sh vaqti qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'rgatishlik, sahobalarning siyratini o'rgatishlik, ularning hayotidan chiroyli bir qissalarni, chiroyli bir voqealarni, hodisalarni aytib berishlik albatta bolalarni tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Endi agar siz bolangizni mana shu bo'sh vaqtini Qur'on tilovati bilan yoki boyaga aytilgan siyrat qissalari bilan aytib to'ldirmasangiz, bola bekarchi qolsa, bola uchun bekarchilikdan yomon narsa yo'q. Ma'ruf qoida bor. Agar nafsingni yaxshi narsa bilan band qilmasang, u seni yomonlik bilan band qilib qo'yadi. Qaytaramiz, o'zingni yoki bolangni bo'sh vaqtini yaxshilik bilan egallab qo'ymasang, bu bo'sh vaqting, bu nafsing seni yomonlikka boshlaydi. Masalan, sigaret chekishda ko'chada shu bekarchilikdan chiqib bema'ni bolalarga qo'shilib o'tirib o'rganadi. yoki ximormidi, aroqmidi, boshqa bir man qilingan ishlarga bolalar qayerdan o'rganadi? Bilasizmi, mehnat bilan, hunar bilan ovorigan bolalar bu narsalardan uzoq bo'ladi. Chunki vaqti yo'q unaqa narsaga. Ertaman boradi, ustosi bilan ishini qiladi, zanitda doim. Keladi, dam oladi, ertaman ishiga boradi. Demak, bolalarni aynishiga sabab bo'ladigan narsa nima ekan? Bekarchilik. Bekarchilik. Har bitta ota-ona farzand ko'rar ekan, dunyoga farzand keltirar ekan, umid qiladi. Endi hamma ham o'zini farzandidan umid qiladi. Har bitta farzanddan umid qilinadi. Ammo
to'g'ri umid qachon bo'ladi? Qachon umidimiz to'g'ri bo'ladi? Farzandimizni tarbiya qilsak, umid qilsak to'g'ri bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tarbiya qilingan farzanddan umid qilinadi. Inson bolasi dunyoga kelib, qo'liga ko'p narsalarni kiritadi. Dunyoda matosi deysizmi, hurmat deysizmi, obro' deysizmi, mansab deysizmi, ko'p narsa kiritadi. Lekin insonni haqiqiy qo'lga kiritgan haqiqiy boyligi bu solih farzandi. Sababi bor bu gapimiz aytishimiz. Seni qo'lingdagi eng katta boyliging solih farzanding, birodar. Chunki seni qo'lingdagi har qancha katta dunyoying, imorating, boyliging, yuraging to'xtashligi bilan sen uchun qadr qiymati to'xtaydi. To'g'rimi? Ammo solih farzand tirikligingda ham seni haqiqiy boyliging, qabrga kirganingdan keyin ham seni haqiqiy boyliging. Uni qilgan savobli amallardan albatta senga ulush boradi. Qur'on tilovatidan bo'ladi ajr senga. Qilgan ihsonidan bo'ladi. Qilgan siyla rahmidan senga savob boradi. Demak, bizni qo'limizdagi eng katta boylik nima ekan? Solih farzand. Hamma xohlaydi solih farzandni, lekin hamma ham loyiqmi solih farzandga? Savol. Hamma ham loyiqmi shunaqa solih farzandga ota bo'lishga, ona bo'lishlikka? Yo'q, hamma ham emas. Nima uchun desa, bunaqa solih farzandni tarbiya qilishlik mehnatiga hamma qudrati ham yetmaydi-da. Haqiqiy aqlli, hushyor ota-ona bolasini bo'sh vaqtini bekor tashlab qo'ymaydi. Imkoni boricha. O'zi tarbiyalay olmayaptimi? O'zi o'qita olmayaptimi? Ana shu murabbiyni, muallimni oldiga olib boradi. Orqasidan yuradi. Kasal bo'lib qolsa tabib olib yurasiz-ku. Jasadini sog'lom qilishlik uchun. Ruhini tarbiyasi uchunchi. Haqiqiy oqil ota-ona farzandini bo'sh vaqtini qoldirib qo'ymaydi bekordan. Masjidga borib Qur'on o'rganishlikka olib borishi mumkin. Biror bir solih insonni qo'lga olib borib tarbiyaga topshirib qo'yishi mumkin yoki biror bir sport seksiyasiga olib borib qo'yishi mumkin. Mana shu ham tarbiya, yigitlar. Shu oyoqqa turib qoldimi, ko'chaga borib kela oladim, birorta bir sport seksiyasiga olib borib qo'yishi, mana shu ham tarbiya. Sportsmen odamchi o'sha sportdan tarbiyalaydi qaysidir darajada. Quvvatli bo'lib qolgandan keyin to'g'ri kelgan odamga kuchini ishlata olmasligini treneri ham o'rgatadi, to'g'rimi? Demak, biz aqlli, hushyor ota-ona sifatida farzandni bo'sh vaqtini tashab qo'ymaylik, bekarchi bo'lib qolmasin. Yo Qur'on o'rgansin, yo hunar o'rgansin, yo bir sport bilan shug'ullansin. Bekar qolmasin bola. Qoidani qaytaramiz. Agar nafsingni yaxshi narsa bilan band qilmasang, u seni yomonlik bilan band qilib qo'yadi. Qur'on tilovati. Mana yosh bolani Qur'on ta'lim beradigan muallimni qo'liga olib borib bersiz, o'rganadi. O'rgangan surasini kelib o'qib beradi. Bir xursand bo'lasiz. Yosh bolalar o'zaro musobaqa o'ynaydi. Men 2 pora yodladim, men 1,5 pora yodladim. Beg'ubor musobaqa. Yoshligida farzandini Qur'on yodlashlikka turtigan, shunga yo'lagan ota-ona keyinchalik o'zi rozi bo'ladi qilgan ishidan. Va mana bu farzand ham rozi bo'ladi bu ota-onasidan. Aytishingiz mumkin. 5 pora yodlasangiz, mana qanaqa olib beraman. Olib bering, O'zi shunday ham olib berishingiz kerak o'zi. Chiroyli bitta ton olib beraman deng, yo qandaydir velosiped olib beraman deng. Baribir olib berasiz, ota sifatida olib berishingiz kerak. Lekin keling shu narsani foydasiga ishlatib qo'ying o'zini. 10 pora yodlasang mana qilaman. Bir akamiz aytgan edi, qiziga shu bir 15-14 ga kirmagan qiziga Qur'onni yodlasangiz, hajga olib boraman deb qo'ygan ekan. 1 yilda yodlab qo'yibdi. Olib bordi. Kim yutdi mashindan? 2 oy ham yutdi. Ota ko'proq yutdi. Ota o'zi yodladi Qur'onni, ishonavering. Shuning uchun salaf solihinlar farzandni Qur'onda ko'tarib, Qur'onni 30 pora xatm qilib, qori bo'lsa, Qur'onni yod olsa, bayram qilib olishar ekan. Haqiqatan bayramda ilm o'rganishda ayol kishining haqqi ham xuddi erkak kishining haqqi kabidir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin." Ilm o'rganishlik har bitta erkak, ayolga, musulmonga farz.
haqiqiy ilm o'rgangan, haqiqiy ilmlik, haqiqiy ixlosli ayol erkak kishini qo'liga kelgan boylikning kattasi. Erkak kishini qo'liga kelgan katta boyliklardan bittasi. Ajib bir qissadan xabardor bo'ldik. Bir musulmon yigit g'ayridin qiz bilan tanishib, haligini yaxshi ko'rib qoladi. Uydagilarga aytganida tabiiy uydagilar g'ayridinga uylashlikni xohlashmaydi. Ajrashadi. Ya'ni u qiz bilan muomala qilmay qo'yadi. Shunda hali qiz bolani yaxshi ko'rganligidan kelib aytadiki, agar menga uylansang deydi, islomni qabul qilaman, hijob o'rayman, Qur'on o'rganaman deydi. Lekin yigit uylanmaydi. Tabiiy oila bu yigitni bir musulmon qizga uylantiradi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kuyov kelinga aytayapti. Men bir qiz bilan tanishgan edim, manaqa g'ayridin edi. Menga uylansang hijob o'rayman, islomga kiraman, Qur'on o'rganaman degan edi deydi. Deganda hali qiz nima qiladi? Bunday qizni ko'chada qo'yib qo'ymaslik kerak. Uylaning deydi. Mana xonamni bo'shatib beraman unga deydi. Chunki sen tufayli bir kishini islomga kirib qolishligi sen uchun qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq degan. Butun dunyoda boyligidan ko'ra bitta odamni sen tufayli islomga kirib qolishligi senga kattaroq degan. Mana bu kelin o'zi xohlayapti kundoshi bo'lishligini. Ayol kishini tabiatiga tushadimi bu narsa? Nimaga shu ayolni kelishligini, o'ziga kundosh bo'lishligini xohlayapti? Chunki haqiqiy ilm egasi bu qiz. Bu ayol kishini tabiatiga xilof narsa, lekin bu iymon bu. Bu iymon. Agar iymonga kelishlik va'dasini berayotgan bo'lsa, bunaqa qizni tashlab qo'ymaslik kerak. Bitta ayolni islomga kirishiga sabab bo'lib qolasizmi? Mayli uylanavering, men ustimda kundosh bo'lishiga roziman. Shariatimiz birodarlar erkakka ham, ayolga ham taklifotlarni yelkasiga yuklaydi. Erkakka ham, ayolga ham shariatni qo'ygan talablari bor. Endi albatta erkaklarga qo'yilgan talab erkaklarga xos, ayollarga qo'yilganlari ayollarga xos. Ayol kishi ham iymon, islom rukunlarida xuddi erkak kabi javobgar bo'ladi. Yana ayol kishi erini xizmat haqida, farzandlarini tarbiyasi haqida mas'ul bo'ladi. Asarlarda keltiriladi, Asmo binti Yazid al-Ansoriy Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytdiki, bir to'p ayollardan elchi bo'lib Asmo binti Yazid keldi. Kelib, "Ya Rasululloh, meni ortimda bir to'p ayollar qoldi, jamoat. Bir jamoa ayollar bor. Ya'ni mana shu ayollarning elchisiman. Ularda hammalari hozir men sizga aytadigan so'zni aytishyapti. Alloh taolo sizni ya Rasululloh erkaklarga ham, ayollarga ham barobar qilib yuborgan. Biz sizga iymon keltirdik, ergashdik. Biz ayollar uyda o'tiramiz. Erkaklar juma, jamoat namozlari, kasallarni ziyorat qilishlik, janozaga hozir bo'lishlari bor, jihodga chiqishadi. Agar ular jihodga ketishsa, biz ularni mollarini saqladik, bolalarni tarbiyaladik. Biz uyda o'tiribmiz. Ular shu savob amallarni qilib yuribdi. Bizga ham ularni qilgan ishidan ajr bormi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib, "Hal sami'tum maqalata imra'atin ahsana su'alan an diniha min hadhihi?" Bu ayolni dini haqida bergan chiroyli savolini eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Sahobalar ha deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Asmo, ortingizda turgan ayollar oldiga borib, qaytib borib ularga bildiringki, agar sizlardan biringiz eriga yaxshi juft bo'lsa, uning roziligini talab qilishni chiroyli qilsa, uning talabiga itoat qilsa, siz aytganlarning hammasida ajr teng bo'ladi" dedi. Qaytaramiz. Ey Asmo, ortingizda turgan ayollar oldiga qaytib borib, ularga bildiringki, agar sizlardan biringiz eriga yaxshi juft bo'lsa, uning roziligini talab qilishi chiroyli bo'lsa, uning talabiga itoat qilsa, siz aytganlarning hammasida ajrga teng bo'ladi. Bu ayollar erlari ko'chada qilayotgan savoblarini o'zlari qila olmayotganligiga kuyikkan ekan.
Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga ham xuddi shu ajr bo'lishligini aytdi, agar falon ishlar bo'lsa. Asmo payg'ambarimizdan eshitgan gapdan xursand bo'lib, takbir, tahlil aytib ketdi. Demak, birodarlar, ayol kishi erini, farzandlarining xizmatini chiroyli qilsa, o'zini pokiza saqlasa, erini molini muhofaza qilsa, uyi va farzandlarining xizmatini chiroyli suratda ado qiladigan bo'lsa, ajrda erlaridan kam bo'lmaydi. Alloh taoloning odil zot ekanligida shubhamiz yo'q. Alloh odil zot. Allohning adolati mutlaq adolat. Uydan chiqmasdan o'tirgan ayol, albatta, modomiki shariatni doirasidan chiqmasdan uyda o'tiribdimi, eri qilgan savobga sherik bo'lishligi kerak. Bu ko'chaga hadeb yugurib chiqavermasdan uyida o'tirgan ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'ladi. Avvalo man yumsiku bi halaqil jannati ana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Jami' Sag'irdan Anas roziyallohu anhudan. Rasululloh aytdilar, jannatning halqasini birinchi bo'lib men ushlayman. Jannatning eshigini, halqasini birinchi men ushlayman. Fa iza imra'atun tunaziuni turidu an tadkhula al-jannata qabli. Shunda bir ayol kelib tortishib men bilan jannatga mendan avval kirishni xohlaydi. Jannatga Rasulullohdan burun kiraman deydi. Payg'ambarimiz man hadihi ya Jibril. Ey Jibril, bu kim deb so'raydi. Jibril aytadi, hiya imra'atun mata zawjuha wa taraka laha awladan fa'abati az-ziwaja min ajlihim. U shunday ayolki, eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va shu bolalarni deb turmush qurishni tark qilgan ayoldir. Erga tegsa, erda xizmatini qilaman desa, bolalarniki qolib ketadi. Ulg'mayman. Shuning uchun shu bolalarimni balog'atga yetkazib, tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb turib, turmush qurishni xohlamagan ayol, o'zini erkak kishidagi haqqidan voz kechgan ayol jannatga payg'ambarimiz bilan birinchi kiraman deb tortishar ekan. Albatta bu o'sha tirichligi yetarli bo'lgan, qonni qursog'i to'q bo'lgan xonadon haqida gapiryapmiz. Agar ayol kishining eri o'lgan bo'lsa, mayda bolalar bilan qolgan bo'lsa, tirichligi qiyin bo'ladigan bo'lsa, bunday qilishi to'g'ri emas. Eridan bir kattaroq davlat qolib, boquvchiga muhtoj bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, demak ayol kishi mana shunday qilgani uni jannatga birinchi kirishiga sabab bo'lar ekan. Ayni bir yoshlik davrida 20, 25, 30 yoshida eri o'lib, mayda bolalari bilan qolgan ayol erkak kishidagi haqqidan voz kechib, o'zini farzandlarini tarbiyasiga bag'ishlagan bo'lsa, albatta bu ayolning manzilati ulug' bo'ladi. Qur'on oyatlari Alloh taoloning oldida erkak bilan ayolning mas'uliyati teng ekanligi haqida siz bilan bizga xabar beradi. Chunki shu erkak bilan ayoldan tug'iladi farzand. Sen birodar farzandni dunyoga keltiryapsan, kelajak avlodni dunyoga keltiryapsan. Yer yuzida yashaydigan odamlarda solih bo'lishligi yoki noqobil bo'lishligi seni berayotgan tarbiyangga bog'liq. Astagfiru billah. Fastajaba lahum robbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Bas Parvardigorlari ularning duolarini ijobat qilib dedi. Albatta men sizlardan biron amal qilguvchi erkak yoki ayolning amalini zoyi qilmagayman. Zero birovingizdandirsiz. Ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan dunyoga keladi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata va la yuzlamuna naqira." Xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, kimda kim mo'min bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa, ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga zarracha zulm qilinmas. Erkakmi, ayolmi farqi yo'q. Savob ish qildimi, amallari zoyi bo'lmaydi, jannatga kiradi. Qizlar tarbiyasi. Qizlarga qilinadigan xos muomala.
Jahiliyat davrida arablar qiz farzand ko'rsa, bu qiz ko'rdingiz degan xabarni eshitsa, yuzi qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rishar edi. Qiz bolaning tug'ilishligini o'zlariga bir foyda deb bilmas edi. Islom qiz farzandni aziz mukarram ekanligini shunday odamlarga bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu hadis Imom Termiziy Abu Dovuddan Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu rivoyatida. Rasululloh aytadilar: "Man kana lahu salasa banatin aw salasa akhawatin aw bintani aw ukhtani fa'addabahunna wa ahsana ilayhinna wa zawwajahunna falahul jannah." Kimni 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta opa-singlisi bo'lsa, yo 3 ta qizi bor, yo 3 ta opa-singlisi bor, yoki 2 ta qizi yoki 2 ta opa-singlisi bo'lsa, bas ularga odob bersa, ularga yaxshilik qilsa va ularni turmushga uzatsa, bas u uchun jannat bo'ladi. Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. 2 ta qizing bormi? 2 ta singling bormi? Opang bormi? Kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushga uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa, deb xursand bo'lamiz, qiz desa, hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Ong'irab qo'ying. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadisdan bilinib turibdi. Mana shu farzandlarning tarbiyasi va xususan qizlar tarbiyasida qizlarimizga nomahram erkaklar bilan, begonalar bilan aralashib yurishlikdan ehtiyot bo'lishi kerakligini yoshligidan ta'lim beraylik. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Ma xala rajulun bi imrotin illa dakhala shaytonu ma'huma." Bu hadis Imom Tabaroniydan. Bir erkak o'ziga nomahram bo'lgan bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, yolg'iz qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Shuning uchun qizlarimizga yoshligidan begona erkak bilan yolg'iz qolmasligi, erkaklarning ichiga kirib aralashishlikdan o'zini ehtiyot qilishni o'rgataylik. Yoshligidan qizlarga mana shu narsani ta'lim berishligimiz kerak bo'ladi. Mana g'arbda erkak ayolda aralashishligi muammo emas. Buni natijasida qarang, 1983-yilgi hisob-kitobga qaraganda, ana shu g'arbda ayrim mamlakatlarida bir yilda 120 mingta begona nikoh bola tug'ildi deyiladi. Bu ayrim mamlakatlarning hisob-kitobi, 30 yil burungi hisob-kitob bu. 30 yil burungi statistika. 30 yil burungi odamlar hozirgilarda qilmasa-da hal qilib boradi-da bir narsa, u yoqda ham, bu yoqda ham. Hozir nima bo'lyapti ekan? Yana bu 120 mingta valadasini oladi kim tuqqan desa, turmush ko'rmagan student qizlar tuqqan g'arbda. U paytda har qalay bor edi, qiz bola ekan deyishlik degan narsa. Mana hozirga kelib nima ekanini tasavvur qilaveringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Addibu avladakum ala salasi hisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni odatlantiringlar. Hubbi nabiyikum, payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Va hubbi ali baytihi, u zotning oila a'zolarini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Bu hadis musulmon ota-ona uchun tarbiyadagi programma. 3 ta mavzuni o'z ichiga oladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlikni, u zotning sahobalarining hayotini o'rganishlikni va Qur'on ta'limini. Agar shu narsani uddasidan oladigan bo'lsak, demak farzandlarimizni chiroyli suratda tarbiya qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.